Tadam, qizlar qaranglar, Diletiga. Dilam meni nima keldi bugun? Bitta singlim bilan ko'rishdim. Menga shunaqa chiroyli podarishni shokoladlar olib kelibdilar. Biz ko'rsaman sizlarga. Raffaello. Biroq xursand bo'ldim, ishoninglar. Har xil shokoladlar. Shokolad hamma yaxshi ko'radi-ku. Ana hamma yeb ko'rgan bundan bilasizlar. Sog'ini katta kichigi bo'lmaydi-yu. Shuning uchun rosa xursand bo'ldim. Bounty kim yaxshi ko'radi? Eng zo'ri, bilmadim kimga qanaqa. Qaranglar, klubnika. Hidini ham zo'r chiqyapti. Mana videoda hidini sizlarga yetkazib bera olmayman, lekin ishoninglar. Hozir yuvmasdan ham yegim kelib ketdi. Bitta yuvma yeb ko'raveraylik. Baribir negativ bo'ladi-yu. Bismillahirrohmanirrohim. Moskvada bo'lganim uchun O'zbekistonda yangi pishgan qulupni yemadim-da bir marta ham. Olinglar. Qizlar kim qaysi shokoladni yaxshi ko'radi, yozib ketinglar-chi.